Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Ravshan Behqoniyaz. Bugun biz siz bilan bitta mavzu ko'rib chiqamiz. Nima uchun 80% bizneslar ko'p daromad ishlab topa olmaydi? Biznes ochadi. Biznes ochgandan keyin ishni boshlaydi. Harakati ham ko'payadi, vaqti ham ko'p ketadi bu biznesga. To'g'rimi? Qandaydir pog'onaga chiqqandan keyin mana shu biznes to'xtab qoladi yoki pastga tushib ketadi daromadlar. Nimaga? Mana videoni oxirigacha ko'ring. Biz shu masalalarni albatta sizlarga ko'rib chiqamiz va yechimini beramiz. Statistika ko'rsatyaptiki, ko'p korxonalar mana shu pog'onadan katta daromadlarga chiqamayapti. Nimaga? Chunki xatolari bor. Shu xatolarni 5 ta xatolar bor ekan. Shu 5 ta xatolarni biz siz bilan hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi xatolardan biri tadbirkorlar daromad haqida o'ylashadi va harakat qiladi daromadni oshirishga. Biznes bu nima? Daromad minus xarajat foyda. Foyda bo'lishi kerak. Masalan, olaylik $100 biz ishlab topdik. Endi $80 bu xarajatlar, arenda, svet, gaz, oylik, biz o'ylaymizki bo'ldi, bizda $20. Bu foiz emas, $80, $20 qoldi deb o'ylaymiz. Lekin ko'pchilik mana tadbirkorlarda e'tibor bersanglar, pul yo'q oyning oxirida. Nimaga? Chunki bular xarajatni nazorat qilmayapti. Shuning uchun biz e'tiborimizni, fokusimizni nimaga qaratishimiz kerak? Marja deyiladi. Foydaga e'tibor berishimiz kerak va har kuni, har hafta, har oy foydani rejalashtirishimiz kerak. Ikkinchi xato bu sotuv tizimi yo'qligi. Ko'p tadbirkorlar nima qilishadi? Yangi mijozlarni izlashga harakat qiladi. Sotuv tizimi bo'lishi kerak. Mana olaylik Voronka, olaylik restoranni. Faqat yangi mijozlar kelaversa. Eski mijozlar bir marta yeb, ovqatlanib, ikkinchi marta kelmasa nima bo'ladi? Tizim yo'q. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Harakat qilishimiz kerak. Albatta biz mijozlarni yo'lga qo'yishimiz kerak. CRM sistemani yo'lga qo'yishimiz kerak. Mijozlar bazasini yo'lga qo'yishimiz kerak va bir marta sotib olgan odam takroriy sotuvlarga ishlashimiz kerak. Sotuv tizimini yo'lga qo'yishimiz kerak. Uchinchi xato bu moliyani boshqarmaslik. Moliyani albatta biz boshqarishni yo'lga qo'yishimiz kerak. Pullarimiz, topgan pulimiz ketadi arendaga, oylikka, svetga va hokazo. Rivojlanishga pul ketmaydi. Masalan, tadbirkorda shunaqa bo'lgan, pullarni reklamaga ishlatganda mijozlar soni ko'payib ketgan, qarasaki, rivojlanishga pul yo'q. Shuning uchun biz albatta moliyani to'g'ri boshqarishimiz kerak. Buning uchun biz 50% topgan pulimizni operatsion xarajatlarga ishlatishimiz kerak. 30% ni rivojlanishga va albatta sizlarda bo'lishi kerak rezerv. 20% bu rezerv bo'lishi kerak. Bizda bo'lardi mana shunaqa 15-20%. Albatta bu rezerv bo'lishi kerak. Nima qilib pulinglarni to'g'ri taqsimlanglar. 4-xato. Tadbirkorlar delegирование qilishdan qo'rqadi. Nima degan delegирование? Ishlarni boshqa odamlarga topshirish. Hammasini o'zlari qilishni xohlaydi. Men so'rayman, sotuv bilan kim shug'ullanadi? Men deydi. Marketing bilan? Men deydi. Buxgalteriya bilan? O'zim. Shunday qilib hamma ishlarni o'zi bajarishga harakat qiladi. Internet magazin bilan ishlaganda bu odam hamma vazifalarni o'zi bajaradi. Men aytdim, ikkita yordamchi olgin. Ikkita yordamchiga olib, mana shu ishlarni topshirgin dedim. O'zing strategiya bilan va moliya bilan shug'ullangin degandan keyin daromadi 2 barobar oshib ketdi. Shuning uchun siz qo'rqmang delegирование qilishdan. O'zingiz strategiya bilan rivojlanishingiz kerak. Strategiya bilan shug'ullanishingiz kerak va pulni to'g'ri taqsimlashingiz kerak. 5-xato bu neeffektivniy marketing deyiladi. Samarasiz marketing. Bu nima degani?
Men tadbirkor bilan ko'p ishlaganimda e'tibor beraman nimaga? Reklama berishadi. Endi hammada har xil, masalan, $2000 sarmoya qilyapti targeting reklamaga, mijozlar yo'q. O'lchayapsizlarmi reklamani desam, yo'q deydi. Bu xarajat u. Reklamani to'g'ri berishimiz kerak. Buni o'zida formalari bor. ODP degan formulasi bor. 3M degan formulasi bor. Shuni bilishimiz kerak biz. Shunga e'tibor berishimiz kerak va har bitta reklamani katta pul sarmoya qilishdan oldin albatta biz test o'tkazishimiz kerak. Test va o'lchashimiz kerak. Agar bu reklama ishlaydigan bo'lsa, demak biz kattaroq, ko'proq o'sha pullarni sarmoya qilishimiz kerak. Biznesingizni tahlil qilishni xohlaysizmi? Kommentariyada razbor deb yozing. Biz siz bilan bog'lanib, biznesingizni razbor qilib chiqamiz. Mana siz bilan biz 5 ta sabablarni ko'rib chiqdik. 5 ta qilgan tadbirkorlar xatolarini. Sizda ham bormi shu holatlar? Agar bor bo'lsa, yozinglar 1 dan 5 gacha. 1, 2, 3, 4, 5. Agar sizni shunaqa videolar ko'proq qiziqtirgan bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling va yoqqan bo'lsa videomiz, like qo'ying.